joylashibdi. Doktor. Labbi. Buni bu homila. Doktor, men hali qiz bormaydi. Voy, to'xtang, nima deyapsiz? Men hali qiz borman, doktor, qaydan bu? Ha, tak, tushunmadim. Oxirgi qaysiz qachon kelgan? 2 oydan kelgan, doktor. Ikki oy. Boshqa odam homilasiga ko'rsatasizmi? Voy, bundan menga nima ma'no? Qani, necha yoshdasiz? 16 yoshman, doktor. 16 yosh? Yo'q, bu sizni qorningiz, sizni homilangizni ko'ryapman. Tak, 11-12 haftalikdan kattaroq bo'lgan homila turibdi. Doktor, hali qiz boraman, ginekolog bor bu yerda. Да, конечно, ginekolog bor. Hozir sabab qilsangiz, men ginekologni ham chaqiraman. Qani aytingchi? Basseynga tushganda basseyndan ham bo'lishi mumkin bu narsa. Nega yozi bilan basseynga ko'p bordingizmi? Basseynga bormadim. Lekin bu kattagina sog'lom homila. Singlim hozir siz bilan gaplashamiz unda. Qizimiz 16 yosh, hali turmushga chiqmagan. Qiz bolaman deb 2-3 marta aytibdi. Homila menda bo'lishi mumkin emas, bu basseyndan yuqqan bo'lishi mumkinmi? Men basseynda ko'p cho'milganman deyapti. Men sizlarning kommentariyada fikrlaringni bildirishlaringni o'zingizdan so'rayman. Fikr qoldiringlar. Homila, demak basseyn orqali paydo bo'lishi mumkin.